Assalomu alaykum. So'nggi paytlarda kuzatayotgan bo'lsangiz, oilalarda tushunmovchiliklar, janjalli holatlar, xiyonat va hatto ajrim holatlari ko'p sodir bo'lmoqda. Va bu yerda biz hammamiz o'ylaymizki, bu muammoning sababi ayolda yoki erkakda, yoki uning ota-onasida, yoki jamiyatda, yoki boshqalarni ayblashga tushamiz. Lekin bu yerda asl haqiqat nimada? Keling, bugun biz siz bilan asl haqiqatga yuzlashamiz. Bu yerda asosiy sabab insonlarning o'zgarib borayotgan chastotalarida, energiyalarda. Biz shu davrga kirib kelyapmizki, yangi zamon, yangi to'lqin, yangi tebranish davri. Yer sayyorasining energiyasi ham, odamlarning ong darajasi ham oshib bormoqda. Endi har bir inson o'z hayotida chuqur o'zgarishlarni boshdan kechiradi. Bu kayfiyat tez o'zgarishi, ilgari yoqimli bo'lgan insonlar, vaziyatlar esa yoqmay qolishi va shu holatda bo'lasizki, xuddi sizni hech kim tushunmayotgandek. Aslida esa nima sodir bo'lyapti? Siz o'zingizda ma'lum bir energetik chastota va tebranish tarqatyapsiz. Va natijada siz atrofingizdagi insonlar, turmush o'rtog'ingiz yoki do'stlaringiz umuman boshqa chastotada. Siz ichki uyg'onishga, o'z ustingizda ishlashga, yuksalishga intilyapsiz. U esa hali eski to'lqinda qolgan. Natijada nima sodir bo'ladi? Agar bu holatda ayol va erkak chastotалari turli xil o'lchamlarda bo'lsa, garmoniya yo'qoladi. Garmoniya yo'q bo'lgan joyda janjalli vaziyatlar, tushunmovchiliklar va hatto xiyonat holatlari sodir bo'ladi. Va bilingki, bu yerda janjal, tushunmovchilik yoki xiyonat shunchaki bir sababchi. Ya'ni aynan bu chastotalar shu vaziyatlarni yaratadi. Ammo bu yerda har doim yodingizda bo'lsin, bu yerda hech kim aybdor emas. Bu tabiiy ajralish, bu evolyutsiya. Avvallari pastki chastotada edi yer. Shuning uchun ko'pchilik odamlar karmik juftliklar bilan oila qurishgan. Bu degani turli xil chastotalarda bo'lsa ham bitta oilada yashay olardi. Lekin hozir yer ong darajasi oshgani uchun endigi holatda yer sharida bo'linish ketyapti. Ya'ni ruhlarda saralanish bosqichlari ketyaptiki, bu yerda bir xil ong darajadagi insonlar va yuqori darajadagi ong insonlari ajralishni boshlaydi. Ya'ni har kim endigi chastotalarda aynan siz o'zingiz chastotingizga to'g'ri keladigan juft bilan bo'lasiz. Karmik munosabatlarda esa sizni chastotalaringiz turlicha bo'lsa ham siz umringizni oxirigacha bu inson bilan yashay olardingiz. Lekin hozirgi yerning chastotalarida siz faqat o'zingizni chastotalaringiz bilan mos bo'lgan inson bilan yashay olishingiz mumkin. Aynan mana shu sababli ajrimlar ko'paymoqda. Va biling, bu fojia emas, bu yangi eshiklarning ochilishi. Bu evolyutsiya bosqichi. Bu bosqichda nima qilish kerak? O'zingizni ayblamang bu vaziyatda va boshqalarni ham. Jarayonni kuzating. O'zingizni chastotalaringizni maksimal darajada oshirishga harakat qiling. Chunki maksimal darajada yuqori chastotalarda siz og'riqda bo'lmaysiz, siz sevgida bo'lasiz va har bir jarayonni asl mohiyatini ko'ra olasiz. Yangi energetik davrda sizga mos ruhiy inson bilan uchrashishga ruhan tayyor bo'ling. Chunki siz sevgi va uyg'unlikka loyiqsiz. Sizni tushunadigan, qalbingiz bilan rezonansda bo'ladigan inson bor. Muhabbat yo'lingizda sabr, iymon va yorug'lik tilayman. Siz yolg'iz emassiz. Bu o'zgarishlar ilohiy uyg'onishning belgisi ekanligini doim yodingizda saqlang.